Eyyo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana men Luking. Do'stlar, biz bugungi videomizda Minecraft level oshgani sari biz har xil moblarga aylanib boramiz. Qanishni men bu orqamdan qo'layotgan Endermanga ham o'zi nimaga qaradim shunga. Bekor qarama. Nima bo'ldi? Okey do'stlar. Bo'lmasa har doimgidek qiladigan ishimiz daraxtga ulash. Bunaqa cho'tki merlar bor ekan, graf, anaqa nima bo'lar ekan, chiroyli vashita. Hozirdan jonimiz ketdi. Do'stlar, men qiziqib ketyapman birinchi levelda kimga aylanishimizga. Hozir biz uje birinchi hozir 0-leveldamiz, odammiz. Aytdi ekan daraxt. Bu daraxt kerak emas bizga. Debdi. Выживание ham boshlab oldik. Eng qizig'i biz mana shu level bilan biz Ender Dragon'ni oldiga borib, Ender Dragon'ni levelini olganda ko'ramiz kimga aylanamiz. Har xil moblar bor do'stlar. Bu videomizda Minecraft o'zida yo'q moblarga aylanamiz. Tushunasizlarmi? O'ylab ko'ringlar, Minecraftda yo'q, lekin shu mobga aylanyapmiz. Endi nima qilamiz? Do'stlar, kanalimizga obuna bo'lishni, videoga like bosishni esdan chiqarmanglar. Okey, bizga mana shu ham yetadi. Mayli, men bularni ham qo'llab olamiz. Hozircha darajamiz 0. Qani ko'ramiz birinchi darajada kimga aylanamiz. Kech tushyapti. Men bu yerda shuncha qo'y bor. What? Men bu nima? Shu cho'pmi? Qoyil. Cho'pni ham yorib yuborishibdi. Do'stlar, kechqurun bo'ldi, endi moblar bilan urushish kerak. Men shu narsani yomon ko'raman. O'zi hali merdan chiqmasimizdan turib. What? Do'stlar, endi bu oshib tushdi. Qanaqa qilish bu? Taxtadan shunaqa qilish yasaydimi? Bo'pti, bolta ham yasab olamiz. Buyoqqa qanisan? Meni kechir, lekin menga divan kerak. Yaxshi, ketdi. Qayerga qochyapsiz, brat? Buyoqqa keling. Sizni ham bitta qani tez o'ldirib yuboraylik. O'ldi. Ketdik narigisiga. Men moblar bilan urushib yuradigan bola emasman. Uxla. Qanaqa qilish bu o'zi? Shuni. Zombi. Iskurt. Nega bunchalik shafqatsiz? O'rgimchi hujum qiladi. O'rgimchidan ham qochib qolish kerak. Tiymen menga. Versa kesa. Давай. Давай, тиснемо кекер. Яса. Sur. Qoch bo'tdan, qoch. Uxla, tinchgina uxlamaymanmi? Nima ertalab bo'lsa uxlaysizlar-yu? Sizlarga mumkinmi? Bizga mumkin emas. Bo'ldi. Shu divan ko'rinmas divan ko'rinmas. Qanaqa divan yasadik do'stlar biz? Qatta, ko'rib bo'lmayapti-yu. Namuncha bu endi oshib tushdi. Boray. Enderman. Do'stlar, biz yarim level tashtijicha qopti. Bo'lmasa bizni qiladigan ishimiz kimnidir o'ldirish. Qo'ylarni o'ldirganimizda nima edi? Darajamiz oshdi, davay yana o'ldiramiz.
Bechora endi ovqatlanayotgan. Namuncha qiyin level ko'tarish. Qani yana kim bor, kim o'ldirish kerak? Kelinglar. Menga kravat kerak bo'lmasa ham babsilarni o'ldiraman. Darajang kerak menga. Yaxshi do'stlar, biz birinchi darajaga ega bo'ldik. Kimga aylandik? Tushunmadim. Kim bu endi? You must morph into a default mob that is not a player. Endi biz kimmiz? Odam. Open lesson max rap greater than nice. You look awesome in your new morph. Lesson max rap greater than follow the white whale to Titan City to unlock your first custom morph. Salom. Menimcha o'zimizning qobiliyatimiz bor. Ne? Qobiliyatni qanaqa ishlatadi tushunmadim. Nima bor bu yerda tushunmadim. O't temir. Lekin hozir shart emas. Shunda mobilab men bu chiziqdan borish kerak. Men ekranning o'rtasida turgan chiziqdan men bu tushunib bo'lmadim nimaligiga. Jonimizni qaranglar kamligini. Keyingi levelda to'tiqushga aylanar ekanmiz. To'tiqush? Keyingi levelda to'tiqushga aylanamiz do'stlar. O'zi bu bizni qatga olib ketyapti, tushunib bo'lmadi. Mayli, boraveraylik, shu bunaqa zo'r joylar ekan. Mana shunga qarab yurishimiz kerak ekan do'stlar. Qatga olib keldi bu bizni mana bunaqa temirlar bor ekan. Temirmi o'zi bu? Bir g'alati joylarga kelib qoldik. Menda o'sha Minecraft sal qotishni boshlayapti. Namuncha qotmasa bu. Voy. Bu yerdan qanaqa o'tib ketamiz? Yo, men bu yerdan ketmayman. Ustidan o'tib ketaman. Ketdi. Men magma blokka tegib ketma. Men bu yerda nimadir bor ekan. O'tga deb yozib qo'yibdi, nima qilish kerak? You must first start the mission to access parkour settings. Missiyalar bor, sizlarga You must first start the mission to access parkour settings. You must first start the mission to access parkour settings. You must first start the mission to access parkour settings. You must first start the mission to access parkour settings. Sal qoldi. Tepasiga qanday chiqadi endi buni? Buzamiz, farqi yo'q. Okey. Do'stlar, hozir video to'xtatib turdim. Qachondir anaqa kelib qoldi, nima edi? Tinti tushib qoldi. Endi o'lamanmi deb turganimda. Xullas, tinti portlashga jicha qolganda, men sakrab oldim. Qani ketdi. Bizga shu yerni ko'rsatyapti. Bo'ldi do'stlar, to'g'riga qarab borishimiz kerak. Hech qayerda bo'lmagan narsa, kema. Abi kemaga qanday chiqamiz? Sizda to'shni qanaqadir moblar yo'q, qaroqchilar bo'ladi. Qayerdan chiqamiz? Aylanib chiqsak bo'lmaydimi? Qanaqadir joylarga kelib qoldik. Bizga kerakli joy bu. Qishloqqa kelibmiz do'stlar. Sheep Prickus Hennis. Mashhur kim
Precus hands deganniki bo'lgan ekan. Sandiqda nima bor? Oltin qilich. Omad ko'rasizlarmi? Omad cheksiz. Bu qarmoqlarning bittasini olamiz faqat. Qolgani kerak emas. Bekorga inventari to'ldirib turadi. Bularning ichida nima bor? Temirdan. Yaxshi, buning ichida-chi ovqat, da, конечно, tarvuz. Yana tarvuz. Bo'ttachi. Bu Rev Pork Shop. Shuni bo'lmadi nimaligiga. Kiydik. Lekin kiyilmadi. Zo'ra do'stlar. Menga yoqyapti juda. Ajoyib hammasi. Tezroq ikkinchi level bo'lishimiz kerak. Mana buning ichida nima bor? Ovqat. Bu oltin tarvuz, bu oddiy tarvuz. Buning ichida nima bor? Hech narsa yo'q. Yo'q, ketaveramiz. Bu yerda verstak. Nima bor? Da, конечно, ovqat. Bo'ldimi, boshqa hech narsa yo'qmi? Avval kemaga chiqdik. Qanaqa chiroyli, qanaqaligini ko'raylik. Tuzoqmi? What the hell, bro? Tuzoq. Oltindan. Bo'ldi, men narigisini yechib tashlayman. Mana buni kiyib olamiz. Sal buzilgan ekan, hech narsa qilmaydi. Qanot bor ekan, buni tashab ketamiz. Bizga tovuq go'shti ham bo'laveradi. Da, come on. Mana bizga kerak bo'lgan narsa. Qani ko'ramiz bu yerda nima bor. Sandiq. Ichida temir chiqdi. Juda g'alati ekan bu yerdagi temirlar. Bo'pti, bularni tashab ketamiz. Kompas kerak emas. Tamam, bu yerda ham sandiq chiqadi, to'g'rimi? Yo'q, bu yerda sandiq yo'q ekan. Bu saytda ham sandiq bor ekan, do'stlar. Bu yerga chiqish shart emas. Pastga tushish kerak. Tushgandan keyin chiqa olmasak. Olmos ko'ryapsizlarmi? Bo'ldi, men narsalarim to'lib ketdi. Ba'zi kerak narsalarni tashlab ketamiz. Mana bu nima? Abuniti, bu kerak emas bizga. Tashlab bo'lmas ekan. Qo'yjuni kerak emas, bu kerak emas. Kerak emas, kerak. Qarmoq ham kerak emas. Cho'p ham kerak emas. Qilichlarimizni ham tashib ketsak bo'ladi. Bolta kerak, divan kerak. Buni ham tashlab yuboramiz. Buni kiyaylik, tashlab yuboramiz narigisini. Tat ham kerak. Kamonimiz bor. Kamon ham kerak bo'ladi. Bo'ldimi, kerak narsalar qolmadimi? Okey. Lekin bizga tat ham kerak. Okey, men bilan ichida ham narsa bor. Yo'q. Bo'ldi, hech narsa olmaymiz bu yerdan. Ketdik, chiqib ketamiz. Qanaqa chiqamiz endi bu yerdan? Oson yo'li blok qo'yib chiqib ketamiz. Bo'ldi, shu problem. Ketdik. Men bu yerlarni ham bitta ko'rib chiqamiz. Qasrlar. Mayli, men qanaqadir kompasga qarab yuraylik-chi, nima derkan? O'tib ketdingmi? Menimcha mana oq narsani aytyapti. Da. Mana shu oq narsalarning orqasidan borish kerak ekan. Bular bizga nima beradi, qayerga boradi?
Qanaqadir Lesson max craft greater than nice. Found Titan You City. found Titan City. Walk to the red orb to unlock the level 1 Titan. missiya bajarildi. Lesson max craft greater than use the morph item to morph into the level 1 Titan. Explore Titan City Explore Titan City to evolve the to Titan. my friend Bronzo to explain the Lesson rest. max craft greater than now off to my friend Bronzo to explain the rest. Probably seen some of these crazy Lesson Bronzo greater than hey I'm Bronzo. You have probably seen some of these crazy mobs in my videos. Each mob and where to find them. Lesson Bronzo greater than I will give you the rundown of each mob and where to find them. And fix the city's mega Lesson Titan Bronzo monument. greater than this is Titan City where you can solve puzzles and fix the city's mega Titan monument to unlock further evolutions. Nima paydo bo'ladi? Bizda sal Lesson Bronzo greater than here is the alligator swamp. You can battle it out with gators and fire witches to evolve the alligator. Nima bor? Ko'rsat nima bor? Lesson Bronzo greater than this is the demon depths. Here you can fight the mega demon and power the evil demon lab. Mana shu joyga borishimiz kerak. Keyingisi bu tam Lesson Bronzo greater than the Warden Dino Cavern, where you hunt through wardens to find respawn stones and battle the Warden dinosaur. Chunk still loading. You may encounter some mild performance issues. Lesson Bronzo greater than the very hot lava snake basin where you will be jumping through lava to fight the Lava Snake King. Lesson Bronzo greater than you can either continue exploring Titan City to further its evolution or explore the other areas. Do'stlar juda ham baland ekan ovozi. Juda ham baland, qo'rqib ketdim. Creeper bizga temasa kerak. O'rgimchakchi. Qani. Yo'q. Ko'rinish. Menga anaqa qiziq emas deyapti. Ko'rinishing qiziq emas deyapti. Jonim kam urma. Men ham seni urmayman, creeper bo'laman. Xo'p do'stlar, endi biz 2-darajada to'ti qushga aylanamiz. To'ti qushga aylandik. Lekin ucha olmas ekanmiz. Cho'ti bo'yimiz ham 2 blok. Atak o'zimiz kichkinagina to'ti qushmiz. Mayli, men bu oltinni 2 olamiz. Ouch. Ya. Narsalarim turar ekan. Farm Studio. Yana boshqatdan bosam. İştagina jon bo'ladi. Do'stlar, hech kamda bu. Okey, qani shu joyimizda tirilamizmi? O'ta ko'rinmayapti hech narsa. Biz boshida mana shu yerda tirilgandik-da, do'stlar. Shuning uchun ham mana bu yerdamiz. Unaqa xalajilniklari bor. You can't leave the area until you talk with Maxcraft. Do'stlar, bizning qobiliyatimiz bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Boya ham portlatib o'rgan bizidek. Da, men endi bilmagandim bu qobiliyatligini. Qani nima qiladi? Tushadimi? You can't leave the area until you talk with Maxcraft. Men to'ti qush qatdan o'tiradi. You can't leave the area until you talk with Maxcraft. Nima You bo'ldi? can't leave the area until you talk with Maxcraft. Maxcraft. Mana shumis da Maxcraft. Lesson Maxcraft greater than hello, I'm Maxcraft. Welcome to Mega Evolve. My friends and I have carefully constructed this expansive open world where you can morph into various Minecraft mobs and evolve 5 custom mobs seen in my videos by completing various tasks. Olintirilgan joyimiz. Lesson Maxcraft greater than let's start with familiarizing yourself with morphing. Use the morph item Shinny, item and morph into any Minecraft mob. Lesson Maxcraft greater than nice. You look awesome in your new morph. Lesson Maxcraft greater than follow the white trail to Titan City to unlock your first custom morph. Boyagi joyimizga kelib qolmadikmi? Dev shit bo'lsa yaxshi bo'lardi.
Qotib ketaverasa Minecraft manda. Qobiliyatimizni ishlatmadik haligacha. Da, boyam mana shu oq nuqtalar orqasidan borganimizdan keyin gapirdi, bir narsalar deydi. Da, mana o'sha kema bo'ldi, do'stlar, topdik biz. Da, shunaqa joyda tirilar ekanmiz-da. Titan City'ga keldik mana. Hozir yana bir narsalarni gapiradi bizga, adashmasam. Bo'ldi, bu safar o'lmaymiz. Qani, qaytasan, qaqilib qolib qolding. Mana shunaqa maydalashib o'tirish shartmikin? Enderman, jonim kam, tiyma. Enderman. Jonim kam. Hali Endermanga aylanaman mana. Soatga boramiz do'stlar, yana bir narsalarni gapiradi. Less than max scrap greater than nice. You found Titan City. Walk to the red orb to unlock the level 1 Titan. Zo'rsan. Less than max scrap greater than use the morph item to morph into the level 1 Titan. Explore Titan City to evolve the Titan. Less than max scrap greater than now off to my friend Bronzo to explain the rest. Less than Bronzo greater than hey I'm Bronzo. You have probably seen some of these crazy mobs in my videos. Zombie Less than Bronzo greater than I will give you the rundown of each mob and where to find them. Less than Bronzo greater than this is Titan City where you can solve puzzles and fix the city's Mega Titan monument to unlock further evolutions. Videoga like bosib qo'yinglar tez. Less than Bronzo greater than here is the alligator swamp. You can battle it out with gators and fire witches to evolve the alligator. Mana shu yerga kelish kerak deyapti. Bo't endi qaytirdi. Less than Bronzo greater than this is the Demon Depths. Here you can fight the Mega Demon and power the evil Demon Lab. Demon. Do'stlar, tezroq biz 3-level bo'lishimiz kerak. Less than Bronzo greater than the Warden Dino Cavern, where you hunt through Wardens to find respawn stones and battle the Warden Dinosaur. Less than Bronzo greater than the very hot lava snake basin where you will be jumping through lava to fight the Lava Snake King. Less than Bronzo greater than you can either continue exploring Titan City to further its evolution or explore the other areas to unlock new morphs. Mission completed. Missiyani bajarib oldik. Endi yana o'sha vijivaniyada qolamiz. Mana bunimi? Bir g'alati narsaga o'xshar ekan. Chiqa olasanmi? Chiqa olmas ekanmiz. Bu narsalarim desam Creeper o'ldiribdi. Men ham Creeperga aylanib sachib tashardim. Bo'lmasa do'stlar, bizga berilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan ikkinchi qismda ko'rishaman deb umid qilamiz do'stlar. Sizlar bilan Lukeng bo'ldi. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Keyingi video mayli sizlar uchun 25 ta obunachidan keyin chiqadi. Hammaga